Bugun tongda chorak finalning super to'qnashuvi bo'lib o'tdi. Norvegiya hamda Angliya va bu o'yinda Angliya 2-1 hisobida g'alabaga erishdi va yarim finalga yo'l oldi. Uchrashuv qahramoni esa Jude Bellingham bo'lyapti. Uning dubli inglizlarga g'alaba olib keldi. Aytish mumkinki, Bellingham o'tgan bosqichda ham Meksikaga qarshi o'yinda 2 daqiqada 2 ta gol urgandi va bu o'yinda ham katta sahnaga chiqyapti. 6 taga yetyapti uning gollari soni va qaysidir ma'noda Jude liderlik xarakterlarini ko'rsatyapti deyishimiz mumkin. Hamma xavfni keyindan kutyapti, ammo Bellingham o'yinlar taqdirini hal etib ketyapti. Endi yarim finaldagi raqib Argentina bo'ladi va bu o'yinda ham Judinho Albicelestega menimcha yaxshigina xavf bo'lib bersa ajab emas.